Assalomu alaykum azizlarim. Bugun o'zgacha lechok qilamiz. Chesnok bilan pomidorni мясорубка qilib olamiz. Bolgarskiy peritsni katta-katta to'g'rab olamiz. Qozonimizni qizdirib, 150 gram yog' qo'yamiz. Yarim kilo piyoz va yarim kilo sabzi qo'shib olamiz. Piyoz bilan sabzi vялый bo'lgandan keyin 4 kilo pomidor qo'shib olamiz. Pomidordan keyin 2 kilo bolgarskiy perits sovuramiz. 25-30 minut qaynagandan keyin 2 puchok chesnok, 2 bog' ukrop sovuramiz. Tabga ko'ra tuz va 2 qoshiq shakar. 70% uksusdan 2 qoshiq quyib boramiz. Bankalarni sterilizovat qilib, qopqoqlarni qaynatib, bankalarni mahkam yopib olamiz. Shu ishlatilgan masalliqlardan yarim litrlikda 10 ta banka chiqadi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Ставим лайки и подписываемся.